Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana bugungi darvozamizning Toshkent shahri Oqqo'rg'on tumaniga olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamizni razmeriga keladigan bo'lsak, eniga metr bo'ldi, bo'yiga 270 razmerda tayyorlab berdik. Narigi eshigimiz ham bor. Eshigimizni eniga 120, bo'yiga 205 razmerda bo'ldi. Общий summasi 9 million so'mga dastavkasi hamma yo'q ichida qilib tayyorlab berdik. Darvozamizni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, mana bu listlarimiz 2 listdan bo'ldi. Chaspaklarimiz hammasi qalindan, profillarimiz 6 ga 4, 1,5 stena qalinlikda bo'ldi. Stoykalarimiz 8 ga 8. Taglari mashina kiradigan joylarimiz shivillardan bo'ldi. Teva tomoni 8 ga 4 profil. Arqa tomonlarini ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Eshigimizga zubur zamokda o'rnatib berganmiz. Ularning timsohliklar xizmat qiladigan 5 talik chiqadigan zubur zamok. Orqa tomonlari mana oddiy tekis skromniy darvoza bo'ldi. Katta darvozamizni arqa tomoniga sentr zamok o'rnatildi. Bitta ochiladi. Darvozamiz ham to'shni o'yinga o'rnatildi, mana ochilgan holatlari. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu darvozamizda har xil variantlari bor. Bir uchli listdan chiqadigan bo'lsa 850 ming so'm Toshkentga dastavkasi bilan o'rnatib beramiz. 1.8 bo'ladigan bo'lsa 900 ming, 950 ming fasoniga, materialiga qarab tayyorlab beraveramiz. Darvozamizga bir o'zlaring baho berib qo'yasizlar. Kimga yoqqan bo'lsa, bitta laykni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiraverasizlar. Darvozamizda kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirib, sog' bo'lasizlar, salomat bo'ling.